Siz bunday eksperiment ko'rmagansiz. Farg'onaliklar arzon va qimmat narsaning farqiga qanchalik borishadi. Gilam misolda ko'ramiz. Qaysi biri qimmat, qaysi biri arzon? Ko'rib turibsiz. Arzon. Arzon. Qimmat bo'lsa kerak. Bunisi qimmat. Bu qimmatroq, bunisi arzonroq. Ha. Bunisi qimmatga o'xshayapti nimagadir ko'zimga. Kamo rangliligi ash ko'rinyapti men ko'zimga qimmatga o'xshaydi. Bu qimmatroq. Bunisi, Arzonroq o'xshayapti. Mana shunisi qimmat. bunisi qimmat. Maloshnisi, ha. Bo'ldi, fikringiz uchun rahmat. Arzoni mana bu. Bunisi arzonroq. Ha. Bunisi Qiymati nimaga desangiz, mana u nihoyatda mayda to'qilgan. Mana u yirik to'qilgan. Bu qimmat bo'lsa kerak. Fikrim bo'yicha bu qimmatroq bo'lsa kerak. Endi bunisi qimmatroqqa o'xshayapti. Bu qimmatga o'xshayapti. bu qimmatroq. Bunisi Arzonroq. Bunisi qimmatga o'xshaydi. qimmatroq. Ha. Bunisi-chi? Bunisi arzonroq. Ko'rib turganingizdek, arzon va qimmat gilamni ba'zi odamlar ajrata olishdi. Ba'zilari esa yo'q. Agarda sizga sifatli gilamlar korxona narxida kerak bo'lsa, farqiz aynan siz uchun.